Jur arjağa barıp oturun. Ne oldu? Dünyadagi murakkab vaziyatga qaramasdan biz o'z oldimizga qo'ygan barcha maqsad va marralarga erishdik. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 145 milliard dollardan oshdi va mamlakatimiz o'rta daromadli davlatlar qatoridagi o'rnini mustahkamladi. Iqtisodiy o'sish samarasi odamlarimiz hayotida, oilalar daromadida, mahallalar qiyofasida yoshlarimizning kelajakka Men telefonimdan atagazdan namoyon bo'lmoqda. Ana, O'tayotgan yilda har bir oila, pasında. har bir xonadonda xursandchiliklar, damlar ko'p bo'ldi. Yangi uyga ko'chib kirgan, o'z biznesini yo'lga qo'ygan, yoki kengaytirgan, telefonda Jambaydı atagazdan sport, madaniyat va boshqa sohalarda Kavurtaki pondra sportdan. farzandlarning yutuqlaridan quvongan millionlab oilalarning shodiga 2026 yildagi erishish yo'lida bizga albatta Telefon. Yahu telefondan. Bir jağa o'tinglar, ko'rinib o'tiringlar. Shahram telefonda olsaychi. har bir oilaning baxtli Ey, az ko'zing kirib ketadi. Nan apturshi, Nuray. Nan aptur. Ko'zing kirib ketmasin, aptur. Kelayotgan chara tamam saatga qarab o'tiramiz. yangi imkoniyatlarni biz Aka bengim. Davut aka yana. Mana ana javob Ne güzel. bir jagadır. Ayana tepsi koyup stakanlardan birine sok koyma. Şunu kaldır. Bakırsan. qatlamlari, muhtaram keksalarimiz, qizlar va navqiron yoshlarimizni Tamam, bir özümde küpek şunu. kengaytiramiz. Kelayotgan chara. Ekologiyani yaxshilash, yashil energetikani boshlantirish va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ta'sirchan choralarini davom ettiramiz. Bir so'z bilan aytganda, yangi 2026 yilda To'xtayacağım. barcha islohotlarimiz, sa'y-harakatlarimiz odamlarimiz yaxshi yashashga va biznes uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga qaratiladi. Muhammad Ali qani? Uxlab qoldimi? Bu kim geldi? Ayda. Meğambir. Ayana kamerani to'xtatsam, mana shu yerga o'tir dedi. Qo'yaversin ishi. Hepsi şu. Tepsini al endi baklashsin. Jo'lda astına turib qo'y, bo'sh baklashdan. Yer shayda kuyesizlar. Anani almış kuyeda. Ayda, meni. Cevap turg'aydi. amalga oshsin. Yangi yil har bir oilaga sihat salomatlik, Mana benim. yuksak taraqqiyot, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. Qayerga yaxshi bor? Ana qo'yib qo'ydim, mana shu yerga. Ana yerga qo'yib qo'ydim. Mana ko'rkin. Faqat ko'rkin. Bakal ko'rkin. Kamera jatmi? Ko'rkin. 2 minut qoldi. Kamera ana videoni ham buzding Ayda. O'sha bo'ldi endi shundan so'ng. Kel. 1 minutdan kam keldi. Men жаңа жылда жаңа табыстарға жетелейік. Ya Allah'ım yeni yıl Ramazan'ı geçtik Allah'ım. Ne kadar kalırsam ne imanatlarını bitirdim. Ne kalırsam ne hoş ko'rday o'qinglar. Ne kalırsam ne baxtli bo'linglar. Mendagi sog'lik, yuzlaring chiroq bo'lsin subhanalloh. Ya Allah'ım жақсы ниеттеріңе жете беріңдер Allah'ım. Allah o'zi qo'llasin. Keng jag'ay. Жаңа жылда менен Ha, anan jagan. Men jag'im barni bersin. Давай. Temiz bo'ldi. O'yin bo'ldi. Bir mirzaga bering. Жаңа жылдар менен Mana shundan qutlug' bo'lsin.
Canım. Kızık ekes koy uyuya kütmeyin. Var bir tane. Ha. Canacılar olsun. Sağ olsun. Korkma korkma. Canacılar menen otağınızda kırıştıktan sağlık bereke versin Allah'ım. Türkiye'nin canacılıktı. Bayanlık olsun. Kuntubaklarını versin bir günlerine. Ko'zingga. Ana nimaga qo'ymanglar? Nimaga? Dasturxonga, tarata ustiga qo'ying. Oh qo'lim. Mana aka ben. Hoş geldin bir. Berayım. Haydi. Ha, berme. Bu qo'rqmaydi, ustab turuvini qarang ana. Ayda. Ayda. Mana meniki. Qo'shib qo'ying, men qo'yishim. Ne şu candan mı? Sen bana bitta qolib ketdi. Candır çevirsin. Mak, jashi. Ayda top ustasın. Yirmi altı galiba. O'shirada videoni Jag'amiz ber. Ber jag'amiz mana usta.